Vatandaş bugün çislağa 2021 yıl, 23 yıl, 7. ayının 15. gün haftiga şembe vatandaşım. Endi siz bilen biz şundaq bir muhokimani qilib baqaylik. Hozir Jungo Amerika ikki davlat raqobat ichida deylik. Siz shunda dedi-ku. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shundaq dedi. Hamkorlashishga to'g'ri kelsa hamkorlashishimiz, raqobatlashishga to'g'ri kelsa raqobatlashishimiz, qarshilashishga to'g'ri kelsa qarshilashishimiz. Mushada qarshilashish degan so'zni elib qolaylik. Qarshilashishga to'g'ri kelsa qarshilashishimiz dedi-yu, navbatda hozir Amerika Jungo munosabati qarshilashish bosqichida turyotamdi va yoki 3 xil holatning hammasi bir aqli shu holatda turyotamdi. Masalan, qarshilashishmi bor ichida, hamkorlashishmi bor ichida, masalan, raqobatlashishmi bor ichida. Hozir shu 3 xil siyosiy hukmni bir yerga qo'yib ishlatishga bo'ladi vatandosh. Masalan, biz aytib kelyapmiz, so'zlab kelyapmiz, Tibet masalasi hal qilishning shakli nima? Bu qanday shaklda hal bo'lishi kerak vatandoshim? Masalan, biz sizlarga so'zlab kelyapmiz, shuning xo'shalik eng oliy yo'l yo'riq e'lon qilinib bo'ldi. Endi Uyg'uriston masalasi qaysi shaklda hal qilinishi kerak vatandosh? Bu yerda eng tufqiy masala nima? Eng tufqiy masala nima? Eng tufqiy masala Tibet masalasini hal qilish agar maqsadga loyiq bo'lsa. Uyg'uriston masalasini hal qilish agar kutgan maqsadga loyiq bo'lsa. Birinchi masala Buraylardan Xitoy hukumati mustamlikachi armiyasini atalmış azatlık armiyasini chekindirish to'g'ri keladi. Birla armiya emas. O'tgan dedi-ku, chet elda yollanma qo'shin deyildi. Amaliyotda Jungoning yollanma qo'shini qurolli saqchi qismlar. Butun vahshiylikni ishga soldigan qurolli saqchi qismlar. Odatdagi yerlik saqchi qismlar bir qog'ozni ko'tarib keldi, masalan, qo'lga olish qog'ozi deydigandek. Mayli aldamchilik, mayli yolg'onchilik bo'lsin, nima bo'lsin, u qo'lda qog'oz va qurolli saqchi qismlarni bu yoq kiribla bostirdi vatandosh. Şuna chet eldagi yollanma qo'shinlarning ikkinchi shakli qurolli saqchi qismlar. Shuna bir oyda masalan Tibetdan, masalan Uyg'uristondan askar chekindirish to'g'ri kel. Ikkinchi qatimda qurolli saqchi qismlar chekinish kerak. Shundaqmi qoldi bo'shliq deylik, boshqalarni qo'yib turaylik hozircha. Vaqt kelganda men deb baqsiz, boshqalarni qo'yib turaylik hozircha. Şu vaqt kelganda bo'shliq kelib qoldi, chekinish o'tdi. Bir chekinish jarayonini nazorat qiladigan xalqaro kuch nima? Vatandoshim, mayli saqchi qo'shinlarning chekinishini nazorat qiladigan, mayli askariy qismlarning chekinishini nazorat qiladigan xalqaro kuch nima? Bular chekindigan vaqt nazorat qiladigan xalqaro kuch bo'lmasa, bulongchilik bo'ladi, odam o'ldirish bo'ladi, bostirish bo'ladi. Buzg'unchilik bo'ladi. Masalan, iqtisodiy aslahalarni buzib etadi, yo turib yo'llarni buzib etadi, yoki nefat, gaz, tabiiy quduqlarni etib etadi, yoki qum chechib etadi, yo'qitib etadi, iqtisodiy ziyonkashlik qiladi. Ondan chekinadi bu askariy qism, ondan chekinadi bu qurolli saqchi qism desangiz, mushundaq ahvol ostida, masalan, alaylik misolga Amerika Jungo munosabati qaysi o'rinda turishi kerak? Çünkü bu Tibet meselesi gibi, Hong Kong meselesi gibi, Uyg'uriston meselesi hozir fakat Amerika'nın tashqi siyosadagi meseledir vatandoshim. Shuning uchun nima kerak? Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan hamkorlashish kerak vatandosh. Bu masalalarni hamkorlashish shaklida e'lon qildi. Şuna bizga birga raqobatlashdik Jungo degan unda eski Jungo Amerika munosabati sheriklashib qildi degan kunimizning o'zi davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilib olsa, shuni degan kunning o'zida moliya ministri Yellen xonim Jungoga ziyoratga berib olsa, bu qandaq gap bo'lib ketdi deb qallimizda o'tmaydi vatandosh, damalloq ko'zini o'tmaydi. Şuna başta qo'yilgan hukmga diqqat qildingizmi? Qarshilashish kerak bo'lsa qarshilashimiz, hamkorlashish kerak bo'lsa hamkorlashimiz, raqobatlashish kerak bo'lsa raqobatlashimiz. Har 3 xil ibora bir katakchining ichida, bir ramkaning ichida, yuz beradigan hodisalar vatandosh. Eng odisi ikki davlat, cho'ng-cho'ng ikki davlat urush davriga kirib qolsa-mu,
Bunun diplomatik münasebeti üzülmeydi vatandaş. Şuningizmi, şunun buna hayran kalmaymiz. Hazırki Amerika Qo'shma Shtatlarning Jungoga qaratgan siyosatining konkret ifodasi emas zodi. Masalan, Jungo xiris qildi dunyo tartibiga. Masalan, Jungo Kompartiyasi xiris qildi. Amerika men sening o'rningga o'taman, dunyoviy zo'migar davlatga aylanaman dedi Jungo Kompartiyasi. Masalan, men hech qaysini ko'z qilmayman. Bugungi navbatdagi siyosat Junaqayning millatchiligi edi. Men san millatchiligini tatbiq qilmayman. Masalan, millatchilik bilan chetga qoqaman. Bu ideyani san ko'rish uchun men Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligini boshladim. Andan Jungoning boshqarda kishilik huquq degan narsa mavjud emas. Tibetni hisobga, Hong Kongni hisobga olganda bu Jungoning boshqarda kishilik huquq degan narsa mavjud emas masalan. Hozir 3 rayon Tibet, Hong Kong, Xinjiang, Uyg'uriston. Xo'sh, mushuni o'ylay, yo'g'onchilik qilaman sana deganda Amerika buni qanday inkas qaytarish kerak bu bir. Ikkinchisi, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan siyosati qozonning qaynishi to'xtasin desang, o'choqdagi o'tni tortib. Demek Jungo bugün qaynab ketdi. İlim-fen yangi texnika sohasida qaynab ketdi. Jungo bugün dollar sanashda qaynab ketdi. Jungoning bozori, masalan Xitoyning bozori bütün dunyoni o'ziga ram qilib oldi. Bütün dunyo savdogarlarini o'ziga yig'ib oldi. Gap hozir Jungo echib etilgan bahor, men shuning bilan bütün dunyoni iqtisodini kontrol qilaman. Bütün dunyoni iqtisodini kontrol qilib, bütün dunyoning hukumatlarini kontrol qilaman. Jungoning siyosati mana shu ekan. Amerika qanday muomala qilish kerak? Amerika'nın bugünkü muamelesi Jungoga qozon qaynab ketsa o'choqdagi o'tni tortib etish, fan texnika sohasini Jungoga import, eksport qilishni to'xtatish, Jungoning ilg'or fan texnika qurollari, fan texnika natijalar ega bo'lish yo'lini to'sish, Jungoning kishilik huquq masalasidan tagini surish qilish bu zot nima gap? Tayvan masalasi nima gap? Tibet masalasi nima gap? Uyg'uriston masalasi nima gap? Bu echib etildi vatandoshim. Masalan alayli. Masalan alayli. 2021 yılı 3. ayının 18. günü Uyg'uriston meselesi Jungoning ichki meselesi emas. Aytilib bo'ldi. Bu shu kuni shu maydonda suhbat jarayonida deyilib bo'ldi emas, hatto davlat ishlar kotibi Antony Blinken muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, muxbirlarga ham shundaq tunji bo'lib og'izdan chiqqan Xinjiang, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi bu joylar Jungoning ixtiyoridagi joylar emas. Jungoning ishi emas. Muxbirlar butun dunyoga jakorlab, yiltiz etilib ketdi vatanda. Shunga bugun Amerikaning Jungoga qaratgan siyosati qozon qaynab ketadigan bo'lsa, teshib ketadigan bo'lsa, onu to'xtatishning chorasi o'choqdagi o'tni o'chirish. Hammaning asosiyati o'chirib bo'ldi o't degan gap. Endi o't desa bu o't boshqa yoqda yiqildi, Shanghayda yiqildi, Hong Kongda. Tayvan meselesi bo'yicha yiqildi, Uyg'uriston meselesi bo'yicha yiqildi. Bu o'tni Amerika o'zi yoqdi. Endi buning bilan Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatni ko'ydirish kerak degan gap o'ttirib chiqmasmi? Lekin Jungo Kompartiyasi sen buni his qilishing kerak. Bu da hozir aytdik, boshqa 40 davlat vatandaşım NATO'ga a'zo, mayli a'zo bo'lmasin, mayli kuzatuvchi bo'lsin, 40 davlat. 40 davlat qo'rishovga olishsin, qo'rishov qilish, hujum qilmay turish. Gap qo'rishov qilish, hujum qilmay turish, qozonning ostidagi o'tni tortib etish. Uning raqobat kuchini ojizlashtirish, dunyoga ho'kiraydigan kuchini ojizlashtirish. Iqtisod ojizlashgan kuni harbiy kuch ojizlashadi vatandosh. İqtisod ojizlashgan kuni harbiy kuch oxir. Dunyo mushu. Ikkilansa, iqtisodiy kuch, harbiy kuch. Buni o'zi davlat deganligi. Shunaqa ya, shunga bugun biz hali qadar
Çünkü Amerika münasebeti müşunda şirikleşirken sözleyotgan leksiyalarımız müşundak leksiyalar yana nemiş ki Yelin Hanım Cungo'nu ziyaret kılıdı. Yana nemiş ki Devlet İşler Katibi Antony Blinken Cungo'ga vardı. Yana nemiş ki harbiy işler münasebeti de mesela iki devlet aktif alaka münasebetlerini saklamakçı buldu. Tünge kısaca cevap verdi. Harbiy işler münasebeti bunun içinde halkılık mesele vatandaş. Biz başta ettik o, mesela Uyguristan'dan çekindiriyoruz, askeri kısımdan Tibet'ten çekindiriyoruz, askeri kısımdan. Buna çekinmeyi durup, mesele hal kılış mümkün emas vatandaşım. Mesela siz Tibet'e verip saylam ötküzümüz, umumi saylam, ne mi saylam bu? Bu saylam kim katışıdı, köşmeliler mi ya ki Tibet halkı mı? Uyguristan'a verip saylam ötküzümüz, şu vakti mesele hal kılımız, umumi saylam, demokratik saylam, ne mi saylam bu? O köşmen Xitayla aralışılan saylan mı ya ki Uygur, yerlik millet Uygur aralışılan saylan mı vatandaş? Müstemlike elde hazır Uygur, müstemlike Tibet, müstemlike bu elde bunda tuğandı saylan bulmaydı. Bu saylan buldu davaklı sarangın ne davakıysa saylan da davak sarangın saylan oldu bu. Hep kızıl saranglı işvetken. Gepinin, beşinin, ayığının, kuyruğunun birnimisi tayini yok. Allah kata azımızı bulup, Allah kata saran kaynılıp o adamları gibi o vatandaş. Şuna saylam ötküzüş evvel neme kılışı askeri kısım çekiniş gerek. Kurallık saksı kısım çekiniş gerek. Yani şunundaki yani nurgun tanışış var bir yerde köşmeller meselesi var. Bu köşmellerin hemisi siyasi köşmeller meselesi vatandaş yani. Ulağı kandak, kurun kandak, mertebe kandak, hukuk biriş. Bu tarafa kanun, asası kanunun bilen bulduğu iş o ağızda geple sözden bulduğu iş emez vatandaş. Mesela yok olup ketken Gavcı'şın degen şuna qarama milletçi Xitay millet demokrat adam qoy şu. Advokat adamı yok olup ketdi hazır Xitayning qo'lida. Şu arlıqda onunki 83 maddelik mi 63 maddelik asası kanun loyihasi e'lon qilindi. Vatandaş mana anlı bilen işinizde bo'lsin mu? 83 betlik maddelik asası kanun loyihasi e'lon qilindi. Onun nima deyildi? Assallık milletlerinin partiya qurish huquqi yo'q. Assallık milletlerinin askeri kısım teşkilleş huquqi yo'q. Gördünüz mü? Ben başta aytdim, asker çekindiriş aldınqı şart, andın demokratik saylam. Asker çekinmey turib, quruq gap, saylam quruq gap. Vatandaşa. Şuңazı bir yerde Amerika Cumhuriyeti münasebetini siz qaysi ramkacha o'qiysiz, qaysi ramkacha qo'ymaysiz. Birinchi hamkorlashish, ajoyib tuzilgan siyosiy juma bu. Kerak bo'lsa hamkorlashish. Ikkinchisi raqobatlashish. Kerak bo'lganda raqobatlashish. Uchinchi qarshilashish. Kerak bo'lganda qarshilashish. Masalan, 2021-yil 3-oyning 18-19 kuni Alyaskada qarshilashganda bu kunni biz dedik-ku. 4 minut dünyani zilzilga salgan 4 minut. Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi. Taylikni içib etken 4 minut. Çünkü Amerika o'rtasidagi münasebet, diplomatik münasebetler dikkat qiladigan, so'zlashadigan ve ko'rishadigan mesele mushuldigan bo'lsa, demek taylik oshkorlandi. Hamma narsa içib etildi butun dunyoga. Oldu-ku, siz bilen bizge kalbim muşu o. Enadaki kadem asasla keledi. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari kadem bilen keldi. Bizde gapeten da. Endi bugün biz sizlarga sözlemek bo'lgan. Bu sözüge leksimizde hazır mesele Jongnanxayga siyasi buhron yetib keldi. Tashqi ishlar ministri Chingan g'oyib bo'ldi. Haraketa kısımlarında iki adam tuyuksuz ölüp gitti. Hazır raketa kısımlarının yukarıdaki rehberlik tekshirilishga başladı. Hazır Suşaxoni gepilab aytganda ma'arif nazorati tekshirilishga başladı. Ma'arif nima ish va bilgan olmaydi. Yana shunda 2-3 nazorat tekshirilishga başladı. Masalan, Gongambu Saqchi ministerligining ministri Wang Xiaohong hazır bu adamның qo'lidagi bir maxfiy ishlar organi mesela alayda hareket ishxonasining odami yo'tkib etildi. Mushlar bilan hammani yig'ib kelganda Jongnanxayga hozir nima ish bo'ldi vatandosh?
Can Since'nin sözü bile aytqanda siyasi bohran yetip geldi. Can Hongshiko'nun sözü bile aytqanda siyasi bohran yetip geldi. Li Xiaoning'nin sözü bile aytqanda Tayvan hücum qılıman demen. Tayvan hücum qılıman demen. Dengizde ütümen dep avar bolup gitsen, jo'nan hücum qilsan tugaydi ish. Hemmish el buludu deydi. Obrazda o'xshat bugünkü xabari. Siyaset, iqtisat aldığın sebili Çin Xiaoning'nin koygan mavzu hem şu. Avarı bomba Tayvan dengizde ütümen dep, jo'nan hücum qilsan hemmish el buludu. Xitayning obzorchilar, nazirchilarim yamanchimi vatandosh. Bolup mu ijtimoiy fan sohasidagi Xitoy obzorchilari, demokrat obzorchilar intayin yomon. Intayin yomon vatandoshlar. Mana shunday vaziyat, mana shunday vaziyat.